kolbaskini qo'lda longer qilib 120 grammdan uzib qo'yamiz. Buni ko'ngilli xotirjam qovurasizlar, o'zida solamiz. Kolbasini sexlardan olib kelmaymiz. Ustida qo'y ichi esa, ichida mol go'shti. Hech qanaqa ximikatlar qo'shilmagan. Inshaalloh bunga 100% javob beramiz. Ichida soya, kraxmal degan narsalar yo'q. Tabiiy go'sht mahsulotlari. Xudo xolasa, pokiza, mana hammasi qo'lda o'tadi, chiroyli qilib. Jarayonni ko'rsatishda davom etamiz. Xudo xolasa mangalda qilamiz buni. Ana diyetetskiy nonimizni orasiga qo'yib, sizlarning duoinglar bilan bu ham xudo xolasa mana trendga chiqadi degan umiddamiz. Qani. Voy, mana qara. Kepay uniga. Bu xudo xolasa men o'zimga qo'yaman, shuning uchun e'tiboringiz uchun qo'lda qo'yib ham garchisi yondiradigan joyi akalar. Nima deyapti bu? Toza go'sht, hech qanaqa ximikati yo'q. Bemalol kelib tanovul qilsangiz bo'ladi. Oila a'zolariga ham olib ketsanglar juda yoqadi, xudo xolasa. Xohlasanglar sous, xohlasanglar karam, xohlasanglar piyoz. 10 xildan oshiq shashligimiz bor. Mana bismillah. Garchisi bilan ebli bo'lmayapti mazasi. Zo'r o'qala.